Loyda olib kelmaysanmi? Bittang belim og'ridi deysan, bittang oyog'im og'ridi deysan. Senlarda o'zi ishingdan rasxoting ko'p ekan. Har kuni abid, och. Qanaqa odamsizlar senlar? Bitta taomni 3 kundan beri yopolmayapmiz. Senlarga ham deb baqir-chaqir qilishda hojat yo'q, akalar, ukalar, qadrdonlar. Sababi 2025-yilda taom uchun yaxshi variantlarimiz bor. Bosing aka. Do'stlar, mana bunday bir qop gipsimizga ozgina sement aralashtiramiz. Suvdan kuyamiz va mikserdan bunday qilib aralashtirib ko'pikka aylangan gelimizni solamiz. Soling aka, mana. Mana bu gelimiz bo'ladi. Bu to'liq ma'lumot ustidan olaylik, qadrdonlar. Assalomu alaykum. Geldi vazifasi. Geldi vazifasi penani ko'proq qilib berish uchun, pena sho'g'imizni mustahkam va issiq qilish uchun. Issiq qilish uchun, ha? Mashalloh, mashalloh. Qancha suv solinishi kerak endi bunga? Bir qop gipsga 40 litr suv qo'shamiz. 40 litr suv. Sement 2 kilo qo'shamiz. 35 kiloga. Gelli mana bunaqa penamiz. Gelli penamiz. Keyin yaxshilab aralashtirib kuyib olamiz. Yaxshi. Shunday. Shunda rostdan ham bu loy suvoqdan yengil bo'ladimi? Loy suvoqdan 2 barobar yengil bo'ladi. Yengil bo'ladi. Keyin qurt qumursqalar yemaydi deyishdi. Yo'q, qurt qumursqalar bunga yemaydi. Mashallah. Ham yorlamaydi. Yorlamaydi. Bunda treshina berish naqasi yo'q. Mashallah, mashallah. Qadrdonlar 2025-yilda lombaz, ya'ni loy lombazning o'rniga mana bunday penadan tayyorlangan lombazlarimiz mustahkamligi ancha mustahkam bo'lar ekan, ham izolyatsionni bo'ladi. Tashqaridagi sovuqni ichkariga kirgizdirmay, ichkarida sovuqni tashqariga chiqarmaydi. Sababi mana bunaqa ko'pik qo'shilyapti, ya'ni pena qo'shilyapti. Shuning uchun bemalol ishlayvering aka. Ishingizga xalaq qilmaylik. Ustagalarimiz mana bu yerga mana kuyib qo'yishdi. 15-20 daqiqa bo'libdi, o'sha qatib bo'libdi mana. Bemalol mana meni ko'taryapti. Qulayliklariga keladigan bo'lsa, qadrdonlar qulayligi juda ham ko'p. O'ta bor. Qulayliklari. Keling endi aka. Mana do'stlar, qadrdonlar, oldilari endi qarindosh urug'ni chaqir, do'stlarni chaqir, sinfdoshlarini chaqir, hasharaga yet. Tomni lombas qilish kerak degan narsa bo'lmaydi mana. Ko'rib do'stlar. 1 daqiqani o'zida ha. Aka, bir kunda necha kvadratgacha lombas qilib berasiz? Bir kunda o'rtacha 150, 120 kvadrat kuyib hozir tugatyapmiz. 3 kishi 4 kishi 150 kvadrat joyda qilib beraverasizlar, ha? 3 kishi 4 kishi kuyapmiz hozir. Mashalloh, mana do'stlar, qadrdonlar. Mana shu tomimiz necha kvadrat? Bu tom 250 kvadrat. 250 kvadrat. Demak, 2 kun o'rtacha. 2 kun xudo xolasa tugadi. 2 kunda qilib tugatib berasizlar. Qadrdonlar. Do'stlar, biz bugun Farg'ona emas, Namangan viloyati, Uchqo'rg'on tumani, Qo'g'ay qishlog'iga kelganmiz. Usta akamizni, ismingiz nima? Ismim Sardor. Sardor akamiz yoniga. Sardor akamiz bir necha yillardan beri mana shunday tomga pena lombas xizmatidan foydalanadi, ya'ni ustachilik qilib boradi. Narx-navolari haqida yoki sifat darajasi haqida, dastlabki ya'ni qaysi joylargacha borib ish faoliyatini ko'rsatish haqida to'liq ma'lumot olib boramiz. Sizlar undan oldin bittadan like bosib qo'ysalaring, iltimos, kanalimiz rivoji uchun, podishka uchun bittadan like bosib qo'yinglar, qadrdonlar. Xo'sh, Sardor aka, qulayligi haqida yana bitta boshqatdan aytaylik. Qulaylik yozda salqin bo'ladi, qishda issiq bo'ladi. Ichkaridagi issiq havoni tashqariga chiqib bermaslik ta'minlaydi. Izolyatsiya vazifasini bajaradi. Mashalloh. Hozir bu quyayotgan tomimiz 10 sm. 10 sm. Mana shu. O'zi necha santimetrdan necha santimetrgacha qilish kerak aka? Biz hozir quyayotganimiz 7 santimetrdan 10 santimetrgacha bo'lyapti, ko'p zakazlarimiz. Mashalloh. Narx-navolari qanaqa endi? Narx-navolari vodiy bo'ylab 5 santimetrli 35 ming, 7 santimetrli 45 ming, 10 santimetrli 55 ming so'mdan qilyapmiz. Buni ichiga nima kiradi endi materialni ichiga? Materiallar ichiga gips, sement va pena kiradi. Pena. Bo'ldi. Dastlabki xizmati ham o'zlaringizdan. Xizmati bor hammasi o'zimizdan. Endi mana bunday materiallar yozib qo'yibsiz aka. Bu materiallarimiz ham uydagi olib berish kerakmi yoki siz olasizmi? Bu materiallar kelishuv asosida bo'ladi. Kelishuv asosida, endi topsa bo'ladi, to'g'rimi? Topsa bo'ladi. Buni chirimaydimi degan qadrdonlarimiz uchun. Yurtdoshlarimizda shunaqa chirimaydimi degan fikrlar bo'lyapti. Agar chiriydi deganlar uchun har bitta xonaga ikkitadan dimoxod qo'yib qo'yamiz. Dimoxod qo'yiladi. Boshiga oxiriga. Havo aylanishi uchun. Havo aylanishi uchun. Lekin dimoxodsiz ham bu to'sinlar chiritmaydi. To'singa ziyoni yo'q. Keyin oddiy loyga qaraganda ancha yengil deyishdi. Loyga qaraganda 2 barobar yengil bo'ladi bu. To'sinlarimizga kuch bermaydi. Loy shoq qilganimizda to'sinlarimizni beli egilib ketishlari ko'p kuzatilgan. Lekin bunda unaqa holatlar kuzatilmadi. Qadrdonlar, bitta yechim topildi. Endi misol mana bunday to'sinlarni ham bemalol tomga tashlasa bo'ladi. Sababi narxi arzon tushadi, cho'ntak bor, hamyon bor. Shuning uchun buni tashlab turib, ustida mana pena lombasi qilib yuborsa, yuk ko'tarish qobiliyati kam ekan, kam bo'ladi, lekin bu pena lombasimiz yengil bo'ladi. Shuning uchun yengilroq varianti bo'ladi. Yana nima desak bo'ladi endi? Qanday tafsilot bersak bo'ladi? Xo'sh. Sardor aka, endi hozir mana bu yerda kuydilaring. Bu endi necha kun davomida qatadi? Endi loyga o'xshab qatadimi bu ham? Yo'q, bu loydan ancha
tezroq qatadi va reaksiya kirishi sal sekinroq bo'ladi. Kun isib turgan holatlarda 3 kun. Aha. Agar havo o'zgarib sovuq bo'lgan paytlarda 1 hafta 10 kun bo'lishi mumkin, lekin bu juda ham qattiq bo'lib ketadi. Yolmaydi, Yo'q, umuman yolmaydi. garantiyasi bor. Garantiyasi Xudo bor. xohlasa. Mashalloh. Endi aka, siz mana Namangan viloyati ish faoliyatini ko'rsatyapsiz. Bizni ko'rib kuzatib turgan qadrdonlarimiz bor, vohalardan ko'rib kuzatib turgan bo'lishi mumkin. Ular shunaqa savol berishi mumkin. Bizda uyga ham kelasizmi degan savollar berishi mumkin-da. Vohalarga, ya'ni O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsataverasizmi, nima deysiz? O'zbekiston bo'ylab xizmat ko'rsatamiz. Narx-navolari-chi? Narxlari kelishilgan holatda bo'ladi. Mashalloh, maşallah. Yana qanday savol bersak bo'ladi? Uyda egasi sizga nima qilib berish kerak aka? Uyda egasidan to'k, suv kerak bo'ladi bizga. To'k, suv. Eng muhimi to'k va suv. Maşallah. Agar ro'zani kunida ishlasangiz, hech narsa qilib bermaysiz. Yo'q, to'g'ri, u gap to'g'ri. Ro'za chiqib kelsa, habit qilib berasiz, to'g'rimi? To'g'ri. Hamma instrument, hamma material bilan borasiz. Biz gipslarni. Gipslarni o'zi necha xil varianti bor? Qaysi turdan ishlatasiz, to'g'rimi? Gipslarni biz eng yaxshisi G8 dan ishlatamiz hozir. Bir xil joylarda gipslar uqalanib ketish holatlarini ham kuzatyapmiz-da. Yo'q, Mana shunaqa uqalanib ketmaydimi bu? yo'q, bu uqalanish xususiyatiga ega emas. Biz faqat zavodlar bilan shartnoma qilib, zavodlardan olamiz faqat. Zavoddan olasiz. Endi garantiyasi bor. Garantiyasi bor. Shuning uchun uqalanmaydi umuman. Suvga chidamli. Suvga chidamli. Shu havo o'tkazadi, ma'lum vaqt. Havo chidamli ma'lum bir miqdorda. Nima deydi? To'silarimiz umuman chiritmas ekan. Qadrdonlar nima deymiz endi? Ko'rib kuzatib turgan kanalning Ustoz O'z kanali. Men Sardor akamizga bermagan qanday savollarim bo'ladigan bo'lsa, kommentariyaga yozinglar yoki akamiz nomerini pastda qoldirgan bo'lamiz. Bemalol telefon qilib qo'shimcha ma'lumotlar olishlari mumkin va akamizni xizmatidan foydalanmoqchi bo'lgan qadrdonlarimiz uchun telefon nomerlariga bemalol aloqaga chiqib, Ustoz O'z kanalidan oldim deb bemalol ish faoliyatidan foydalanish mumkin. To'g'rimi aka? To'g'ri aka. Endi bizning kanalimiz Ustalar O'z kanali. Ustalarda sifatli va tajribaga ega bo'lgan ustalar ishini ko'rsatishga harakat qilamiz. Bizning kanaldan olib, Ustalar O'z kanalidan oldim deb aytgan qadrdonlarimizga qandaydir bir bonus qilib berasizmi? Bonus qilib beramiz, xudo xohlasak. Nima bonus qilib berasiz endi? Shu kvadratda o'tib berishimiz mumkin. Narxidan tushib berishimiz mumkin. 100 kvadrat bo'lsa 3-4 kvadrat o'tib Ha, berasiz. 3 kvadrat o'tib beramiz. Mashalloh. 200 kvadrat bo'lsa 5-10 kvadrat atrofida o'tib beradi. Bu ham endi 50 ming bo'ladigan bo'lsa 500 ming, 600 ming atrofida o'tib beradi degani. Mashalloh. Do'stlar, bizni ko'rishda kuzatishda davom etinglar. Akamizga bemalol aloqaga chiqib aka Ustalar O'z kanalidan oldim sizlarning. Yaxshi chegirma bonuslarni qilib berishadi. Sizlarga foydali va manfaatli video chiqaryapmiz deb o'ylaymiz. Keyingi videolarimizni nima haqida chiqaraylik, shundan kommentariyaga yozib o'tinglar. Bittadan like bosib, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Tani joylar sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.